Psixogen erektil disfunksiyani nima uchun seksopsixolog davolaydi? Keling, ushbu qonuniyatni ikki fan jihatdan solishtirib o'rganadigan bo'lsak, fiziologiya va psixologiyani asosiy bilish bu yerda muhim bo'ladi. Va shuni bilgan inson nimaga menda erektil disfunksiya mavjudligini bilib oladi. Fiziologik jihatdan qon aylanish va nerv sistemasiga bog'liq bo'lsa, psixologik jihatdan bu qo'rquv, xavotir va ularning o'sha emotsiyalarning organ faoliyatiga ta'siri bilan tushuntiriladi. Biroz oddiyroq tushuntirganda, aynan bizning qon tizimimizda qo'rquv, xavotir, adrenalin ishlar, ya'ni vaziyatlar shunday narsani taqozo etganda, qon muhim organlarga faqat yetib boradi. Ya'ni bu yurak urishi, nafas olishi, pulsning tezlashishi va boshqa kichik organlarga qon tomiri kengaymaganligi bois yetib bormaydi. Aynan shuning uchun xavotir, qo'rquv, muvaffaqiyatsiz bo'lib qolaman degan negativ fikrlarni o'rnashib qolgan erkaklarda aynan aloqa paytida olatning turmasligi kuzatiladi. Sababi esa yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, qon tomirlarining torayganligi va muhim organlarga borganligi boisdir. Albatta, birinchi psixoterapiya va jinsiy terapiyani olgandayoq bu narsani batamom to'xtatish va davolasa bo'ladi. Azizlar, ushbu videoga o'xshagan foydali kontentlarni ko'rishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'ling va ushbu videoni yaqin insoningizga jo'natib qo'ying.